Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish barcha tarmoq va sohalar qatori ta'limda ham ijobiy samara bermoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonlariga yo'naltirilayotgan raqamli metodik resurslar bolalarni ta'limning galdagi bosqichiga yanada sifatli tayyorlash uchun xizmat qilmoqda. Mingbuloq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli ikkinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan viloyat seminari yuqoridagi fikrimizda yana bir karra isbotladi. Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda raqamli metodik resurslar, elektron shakldagi o'quv, metodik axborot va interaktiv materiallardan foydalanish mavzusidagi ushbu seminar dastlab o'z ishini guruhlar kesimida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar bilan boshladi. Tarbiyachilar Tojiboyeva, Yo'ldosheva, Abdullayeva, Turdaliyevalar tomonidan olib borilgan o'quv metodik mashg'ulotlar ajib dunyo va qo'shni mamlakatlar deb nomlangan oy va hafta mavzularini raqamli resurslar vositasida ochib berdi. Jarayonlarda nutq o'stirish va elementar matematikaning interaktiv o'yinli ta'limga asoslangan raqamli metodlari tarbiyalanuvchilarning faol harakatchanligi va hozirjavobligida ifoda topdi. Mashg'ulotlardan so'ng tashkilot tarbiyachisi Ashurovaning seminar mavzusiga doir nazariy taqdimoti tinglandi. Unda guruhlar kesimida o'tilgan mashg'ulotlarda ko'zga tashlangan afzal jihatlar, xususan mobil ilovalar, multimedia materiallari, interaktiv o'yinlar hamda raqamli texnik vositalar haqida atroflicha tushunchalar berildi. Tahlillar jarayonida esa raqamli texnologiyalarning ta'lim sifatiga, tezligiga, uzluksizligi va interaktivligiga bo'lgan ijobiy ta'sirlari haqida so'z bordi. Avvallari ta'lim jarayoni asosan ko'rgazma va auditoriya bilan chegaralanib kelganligi, endilikda esa internet tarmog'i orqali istalgan manbadan keng foydalanish imkonini berayotganligi ta'kidlandi. Xususan maktabgacha ta'limda foydalanilayotgan raqamli metodik resurslar bolalarning yosh xususiyatlariga mos ta'lim-tarbiya jarayonini qiziqarli va samarali qiladigan elektron vosita ekanligi e'tirof etildi. Darvoqe, seminarga mezbonlik qilgan ikkinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti haqida ikki og'iz so'z. Mazkur tashkilot avvalgi asrning 54-yilida tashkil etilganligi aytildi. Uzoq yillar bo'lmasdan atigi ikkita guruh 60 nafar bola bilan ishlagan. Davlatimiz rahbarining sohaga qaratayotgan e'tibori tufayli 2025-yilda davlat investitsiya dasturidan chiqarilgan tashkilotda endilikda 6 ta guruh mavjud. Ularga qamrab olingan 180 nafar kichkintoy eng zamonaviy sharoitda immun erkin bolalikning eng baxtiyor damlarini surmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bu yerda yaratilgan sharoitlar, mavjud imkoniyatlar, ayniqsa milliy qadriyatlarga keng o'rin berilgan iliq muhit ishtirokchilarining barchasida havas uyg'otdi. Saydolim Abdurahmonov, Akbar Mansurov, Furqat Mahmudov. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.